Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 2-iyul ekan. Bugun bir video qilyapmiz. Bu chuvalchang boqayotgan birinchi joyimiz. Juda chiroyli, mana salqin joylarda boqilyapti. Ozuqa tashaganimizga ham bir 20 kun bo'lib qoldi. Mana o'sha 80% yeb bo'pti ozuqasini. Endi yangi ozuqa tashashimiz kerak, go'ng tashashimiz kerak mana endi bunga. Mana biyagimiz bo'ldi bu. Shu reaktor biyagimiz bo'pti. Bunisi ham bo'pti. Hammasi ham bo'lib qoladi. Endi yangi ozuqa tashaymiz. Bugun Andijonga Ekin-tekin mahallaga 1 kvadrat chuvalchanga zakaz oldik. Hali Xudo xolasa olib borib beramiz endi. Hozir shuni tayyorlaymiz. Bu chuvalchang boqayotgan 2-joyimiz. Buni ham mana go'nglarni, ozuqalarni yeb bo'ldi. Mana bu bitta bioreaktorga go'ngda soldik. Bu ikkinchisiga ham soldik. Mana hozir bu ikkitasiga go'ng solishni boshlaymiz. Bular ham yeb bo'ldi ozuqasini. Go'ngda mana olib kelib qo'ydik. Mana go'nglar tayyor. Hozir shuni solishimiz kerak. Go'ngni ham namlab qo'ydik. Nam holatida sovuramiz. Quyoshdan saqlash uchun mana soya setkalarni tortib qo'yganmiz. Juda yaxshi ishlashyapti chuvalchanglarimiz. Soya setkalar tagida mana. Quyoshdan ancha ila to'siyapti soya setkalar. Chuvalchanglarning ahvoli juda yaxshi. Bu chuvalchang boqayotgan 3-joyimiz. Bu yerga ham mana soya setkalarni tortib qo'yganmiz. Quyoshdan saqlash uchun mana chuvalchanglarda. Bu yerda ham juda yaxshi ishlashyapti chuvalchanglar. Mana bu bioreaktor tayyor bo'ldi. Buni elashni boshladik. Mana setkada elayapmiz. Mana bu yerga toshib, mana bu biogomislarimiz mana. Elab shu yerga tayyorlab qo'yapmiz, qoplarga solib. Assalomu alaykum, Begomis Andijon kanali a'zolari. Mana kech bo'lishiga qaramay akamizga Andijonga 1 kvadrat chuvalchangni yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, mana akaga olib kelib berdik. Ilon-chuvonni zishligini, holatini. Juda ham a'lo darajada. Akamiz joylarini. Ushlab tursa sekin olaman.
Mana holatlari. Endi yayib qo'yib qo'yamiz. Kechasi chiqqan tashqariga. Kechqurun yuradi salqin. Shu u yoqqa ketayotgan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar mana holatini akalar. Menda yana bitta banan korobkada bor. Xudo xolasa buni ham to'kib chiroyli qilib obzorini qilamiz. Mana ikkinchi banan korobkamizdagi holatlar. Cho'lchaynamiz holati. Hozir ikkinchi banan korobkani shu yerga to'kib ko'ramiz. Endi buni ham holat cho'lchaynlarimiz. Yosh cho'lchaynar. Bu yerda tuxum qo'yganlari ham, tuxumlari ham bor.